Temirchilik qadimiy hunarlardan biri hisoblanadi. Ustaning mahorati, kuchi bilan yaratilgan har qanday mahsulotdan hajmi, shakli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, sifatli va mustahkam buyum sifatida uzoq muddat foydalanish mumkin. Xiva xonligi va undan keyingi davrda ham Xorazmda bu hunar turi saqlab qolingan. Pichoqdan erkaklarning zarur ish quroli va bezak sifatida foydalanilgan. Bu hunar turi namunalari san'at darajasiga ko'tarilgan. Qadimda hunarmandlar o'zaro ahil bo'lib, bir hududda istiqomat qilishgan va mahalla ham aynan shu nom bilan atalgan. Hozir ham ana shunday mahalla nomi saqlab qolingan. Temirchi ustalar ish jarayonida og'ir bolg'alardan foydalanishgan. Mana bu uskunalar 19-asrga tegishli. Ammo hozir imkoniyatlar boshqacha. Ularga qulaylik va yengillik bor. Maqsud Quryozov ham hunarmandlar oilasi vakili. Bugun u yasayotgan turli ko'rinishdagi pichoqlarda salkam 2 asrlik ustalar an'anasini, hunar davomini ko'rish mumkin. Babalarımızdan temirçilik bilan shug'ullanganlar, kasbchilik bilan shug'ullanganlar. Temirchi usta bor edi. Yusuf Baba deb aytadik. Shuni ustaxonasına borib yordam berdim. O o'roq, balg'a, pichoq, ketmon, shu qishloq xo'jaligida ishlatiladigan mahsulotlarni yasaydi. Shundan o'rganganman-da. Kichkina pichoqchalar yasaganman, men ham o'roq yasab berganman. Oshxonada nima deydi, qadim bir qush tili qirqadigan bir chiroyli xamirni qirqadigan narsa bo'ladi. Shularni yasab berganman uyga. Yosh vaqtlarim. Yo'q, shu hunarga qiziqishim kuchli bo'lgan meni. Asta-sekinlik bilan ishlarni takomillashtirib, bilmani ishlarimni ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib, shulardan o'rganib shu darajaga yetdim. Hozir yetarlicha xaridorlarimiz bor, yasagan narsalarim turmaydi, sotiladi. Ro'ziyora bir daromad. Pichoqchilik oddiy temirdan boshlanadi, temire ishlov beriladi, sug'oriladi, qizdiriladi, kofka deb aytadi. Ana shu jarayonlardan chiqqandan keyin temir mustahkam bo'ladi. Bir haftada 3 pichoq yasab bilaman. Yani bunun materialini aladigan bo'lsak, zanglamaydigan po'lat 95K15 degan. Tam uni shaxnasi duralimin, tekstolit solib qo'yilgan. Har bir bezak alohida e'tiborga ega bo'lib, uning shakli va rang turlari ham turli ma'nolarni anglatadi. Odatda usta hunarmandlar o'zlari yasagan buyumlarga dastxatlarni ham tushirishgan. Bu imzo orqali qachon va kim tomonidan yasalganligini bilish mumkin bo'lgan. Ikkinchi tomondan esa hunarmandning o'ziga xos tashrif qog'ozi sanalgan. Juda qulay va ixcham g'ilof. Aslida bu telefonimiz xavfsizligini ham ta'minlaydi. Bunday g'iloflarni ana undan keyin asosiy faoliyat bo'lgan mana shunday pichoqlarni yasayotgan usta hunarmandning ustaxonasidamiz. Maqsud Quryozov bu faoliyatni aslida bolalikda, yoshlikda boshlagan va orada ma'lum vaqt tanaffus bo'lgan. Keyinchalik esa pensiyaga chiqqandan keyin ham bu faoliyatini davom qildirgan. Ayni paytda usta hunarmand yasagan pichoqlar nafaqat respublikamiz hududida, balki xorijda ham sotilmoqda. Ular orasida Rossiya, Gruziya hamda Birlashgan Arab Amirliklari ham bor. Çekolonu bir günde yasab bo'lmaydi. Bana 2 gün vaqtimni oladi. Men aslında av pichoqi yasayman. O'zim avchi bo'lgandan keyin 45 yillik av stajim bor. Avchilar ko'p oladi mendan. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Chet davlatlar ham bir Arab shayxam bir pichog'imni oldi. Gruziyaga yetdi.
Yakında Kırgızistan'a yönettik bıçak. İçtimai tarmoqlar orqali telefon qilib buyurtma berishadi. Buyurtma asosida yasayman. Dollar hisoblaganda $150 satganman bir bıçakni. Bir nechta bosqichni o'z ichiga olgan bu jarayon bugun ham davom etmoqda. Hunarmandning faoliyatiga chet ellik sayoqlar ham qiziqish bildirishmoqda. Aslida qo'l mehnati bilan yasaladigan har qanday buyum yuqori baholanadi. Oğlum qiziqadi, u ham yasaydi bıçak. Nevaramni o'rgatib o'tiribman, usta bo'lib chiqadi. Hunaring bo'lsa, kasbkor hech qachon odamni muhtoj qilmaydi. Qo'limizdan keladi, yasabana daromad qilib o'tiribmiz, farovon hayot kechirib o'tiribmiz.